Sarishta va farishta. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Sal narsaga arazlab, qovoq tumshug'ini uyadigan, ota-onasining arzandasi bo'lgan, dangasa bir qizaloq bo'lgan ekan. Uning o'jar va badxulqligidan hamma bezor bo'lib, o'zlarini undan nari olar ekan. Bora-bora dugonalari undan yuz o'girib, arzanda bir chetda qolib ketibdi. U ham yetmagandek, kunlarning birida tongda ko'zini ochib, kimsasiz uyda o'zini yolg'iz ko'ribdi. Uydan hovliga, hovlidan ko'chaga chiqibdi. Ammo odam tugul biron jonzotga, it yoki mushukka ham duch kelmabdi. Dafatan bu uydagina emas, qishloqda ham o'zini yolg'iz qolganini tushunib yetibdi. Shu paytgacha yolg'izlik nimaligini bilmagan qizaloq uchun bu hol juda qo'rqinchli tuyulib, yig'lab yuboribdi. U shu ko'yi qancha vaqt ko'z yosh to'kkanini o'zi ham bilmabdi. Uni ovutadigan biror kimsa bo'lmagach, oxiri yig'idan to'xtabdi. Tushga borib qorni ochganini sezibdi. Tokchada turgan non bilan qaymoqni olib yebdi. Odatda qorni to'ygach, hech qayoqqa qaramay ko'chaga chiqar, o'rtoqlaridan birortasini ko'rib qolsa, u bilan tinchgina o'ynash o'rniga darrov janjal chiqarar ekan. Endichi kimsasiz ko'chaga chiqqanidan foyda bormi? Shunda qizaloqning yodiga onasi aytgan bir gap tushibdi. Supurib sidirilgan uyga farishtalar keladi. Darvoqe, qizaloq umrida bir marta bo'lsa hamki farishtani ko'rmagan ekan. Shu topda odamlarsiz ho'llab qolgan uyga farishtalar kelishini juda ham istabdi. Beixtiyor qo'liga supurgi olib, uy tozalashga tushibdi. So'ng uyini tartibga keltirib, qo'llangan latta bilan hamma yoqni chinni-chiroq qilib artib chiqibdi. Shundan so'ng uning tanasiga yoqimli charchoq inib, o'rniga cho'zilibdi va tezlikda uxlab qolibdi. Bir vaqt kimdir sochlarini silab, uni uyqudan uyg'otibdi. Qizaloq ko'zlarini ochgan ekan, oppoq ko'ylak kiygan, boshiga xarir ro'mol tashlagan farishtaga ko'zi tushibdi. "Sen farishtamisan?" debdi qizaloq sevinchi ichiga sig'may. "Ha, men farishtaman. Sen esa sarishtasan. Sarishtalar farishtalarning eng yaqin dugonalari bo'lishadi. Men sening sarishtaga aylanishingni qanchalar kutganimni bilsang edi. Mana, endi ikkalamiz ko'kka parvoz etamiz." Farishta shunday deb qizaloqning qo'llaridan tutgancha osmonga parvoz qilibdi. Samoda turib yerni kuzatish juda maroqli ekan. Farishta bilan dugona bo'lish esa undan-da ajoyib ekan. Ular osmon va falakda, goh oppoq bulutlar ustida, goh parqu bulutlar ostida parvoz qila-qila oxiri charchab uyga qaytishibdi. Qizaloq yana farishtani savolga tutibdi. "Chindan ham men sarishtaga aylandimmi?" "Ha, sen shu uyning sarishtasisan. Men qanday qilib sarishtaga aylandim?" hayron bo'lib so'rabdi qizaloq. Farishta qo'liga supurgi olib debdi. "Buning uchun supurgiga rahmat ayt. Uni qo'liga olib uy tozalashga tushgan har qanday qiz sarishtaga aylanadi. Faqat ish yo'qmas, tartibsiz qizlar buni bilishmaydi-da. Bilishganda edi, shunda mening ham dugonalarim juda ko'p bo'lar edi." Shu gaplarni aytib, farishta ko'k sari parvoz qilishga chog'lanibdi. Uning ketishini istamagan qizaloq farishtadan, "Yana qachon yonimga qaytasan?" deb so'rabdi. "Qo'lingga supurgi olib, uy tozalashga tushing bilan eshigingda hozir bo'laman." Qariyalar bejizga sarishtali uy, farishtali uy deyishmagan. Ammo yodingda tut, biz farishtalar hamisha ham ko'zga ko'rinavermaymiz. Xayr, mening sarishtaginam. Qizaloq farishta bilan bo'lgan g'aroyib uchrashuvni yana qaytarilishini istab, har tong qo'liga supurgi tutib, uy va hovlilarni sarishtalashni kanda qilmas ekan. Ko'rdingizmi bolajonlar? Bekorga aytishmaydi-da tozalikda gap katta deb. Keyingi ertaklarda ko'rishguncha, xayr bolajonlar, salomat bo'ling.